Hukumatlarimiz barchangizga a'lo kayfiyat, tibbiy ruhiyat tilagan holda biz ayni daqiqalarda lokatsiyamiz Qush Havuz mahallasi. Qush Havuz mahallasida ajoyib bir fayzli xonadonda shukuhli ayyom qo'shaloq to'y. Biz to'y ustiga to'yona deb Tracker avtomobilini egasiga topshirishga oshiqayapmiz. Kimga deysizmi? Alisher akamizga bugun uchala o'g'illarini go'zal bir taqdimotlari, go'zal bir tabriklari, go'zal bir dil izhorlari Shohjahon, Jaloliddin, Suhrobjon o'g'illari, Gulzodaxon qizlarini eng go'zal ehtiromlari va go'zal avtomobilni sovg'a qilishga oshiqayapmiz. Qolaversa, musofir yurtlarda yurgan, bugun olisda bo'lsa-da, qalbini yaqinligi va qadri o'rni borligini bot-bot takrorlashimizni istab turgan jigarlari Anvarjon akamiz, Akmaljon akamiz, Uchqunjon akamiz, Kumushxon, Nargizaxon singillarini eng go'zal tashakkurlarni yetkazamiz, tabriklarni yetkazamiz. Asosiysi, Hoji onajonimizning duolari ijobat bo'lsin. Demak, kuzatishda davom eting va biz bilan birga qoling. Go'zal sovg'ani egasiga beramizmi? Reaksiyalarni ko'ramiz. Dunyoni ko'rib bergan ko'zingga shukr. Odam qilib yaratding, odam bo'l deb sen hammamizga bergan rizq o'zingga shukr. Assalomu alaykum, yuzlari nurli, qalbi iymonli, mehri daryo, qalbi quyoshlarimiz. Assalomu alaykum. Bizni kutganlar tavallud oyoqlarni yurishdan boradilar. Chunki bo'ylaridan bo'lsin, yaxshi kunlar muborak bo'lsin, umri joni ziyoda bo'lsin, bugungi shukuhli ayyomlar muborak bo'lsin. Kelinki hozir e'lon qilib o'tar ekanman, ayni Alisher akamning qalbini sezganday. G'animatimiz asli bir-birimizga. Dunyoda ayting mehrdan kuchli nima bor? Shirin so'z aytishdan tolmaymiz zinhor, bizni bog'lab tursin mehr va diydor. Ayni daqiqalarda jigarlari Anvarjon akamiz, Akmaljon akamiz, Uchqunjon akamiz, Kumushxon opamiz, Nargizaxon opamiz go'zal bir ehtiromlarni bajo aylashimizni iltimos qildilar. Alisher aka bugun musofir yurtlarda yurgan jigarlaringiz ushbu mehr guldastalarni biz bo'lmasak-da o'rnimiz bilinmasin onajonimga akamda o'zlari taqdim etsalar, chunki yashash baxtini bergan onajonim bundan ortig'iga loyiq dedilar. Bitta guldiraz qarsiylarni qasdatib qo'yasizlar.
umri ziyoda bo'lsin. Bugungi ko'pli ayyomlar muborak bo'lsin. Onajonimiz yollardan turib oling. Umri ziyoda bo'lsin. Alisher aka, bugun go'zal bir e'tiroflar bildirsak, barcha niyatlardan aytsak-da hammasi kamdir. Chunki sizni chin dildan tabriklashimizni istagan Anvarjon, Akmaljon, Uchkunjon aka ukalaringiz va Kumushxon, Nargizaxon opalarimiz ayni daqiqalarda Shohijaxon, Jaloliddin, So'hrobjon, Gulzoda oy sizni dunyolarcha yaxshi ko'rishini e'tirof etar ekan. Farzandlarni o'stirgan niyatlari pok. Bir umr mehnatdan qo'llari qadoq. 60 ga kirmay sochlarida oq. Dadajon, sizni sevmasak kimni sevamiz? Qishda shkamada uzum topilgan, yersi kulchalari tandirsiz pishgan. Bugun ushbu fayzli xonadonga Alloh nazari tushgan. Sizni sevmasak kimni sevamiz? Bodingizga ming shukr. Mol dunyoni o'tkinchi o'tadi degan. Ko'zimni to'q qilgan nafsimsiz otam. Egarkin bu ko'ngil sinmagan degan. Qaddimni boylagan g'ururim otam. Bugun go'zal e'tiroflar barisi siz uchun. Kerakki hozir farzandlaringiz bilan ham suhbatlashdik-da. Suhbatimiz davomida sizni juda ham yaxshi ko'rishlarni. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dedi. Ammo oddiygina bu so'zlekin ko'zingizga qarab har kuni ham aytavermaganman. Siz bolam odam bo'lsin deb juda qattiq ishladingiz. Ko'ngilsiz, duo qo'ysiz. To'g'ri, balki badavlat emasdirmiz. Ammo dadajon, bilingiz hammadan boymiz. Chunki sizdek duo qilib turadigan duogo'yimiz bor. Onajonimizdek so'nggi nafasga qadar bo'lam deya suyguchimiz bor. To'g'risini aytsam, har bir qalbimizdagi dil istaklarimiz dunyolarga teng. Sizni baholash uchun, sizni ta'riflash uchun bu dil istaklar kamlik qiladi. Dadajon, bilmay dilingizga uzr berib qo'ygan bo'lsa kechiring. Siz dunyodagi eng mehribon, eng soddadil insonsiz dedilar. Onajonimizga yaqinroq kelib oling. Poyingizga boshimni qo'yay, meni toju taxtim siz dedi. Ulg'aytirib omon boshimni, bu dunyoda baxtim siz dedi. Hayotimning naqshi o'zingiz, barchamizdan yaxshi o'zingiz. Farmon bilay, aytgan so'zingiz, bu dunyoda baxtim siz dedi. Soyangizda davrimni so'ray, izingizdan mardona boray, mehringizdan bir saroy quray, bu dunyoda baxtim siz dedi. Suyanganim ketmas davlatim, siz qiblagoh, onam jannatim, g'animatim, to'kin savlatim, bu dunyoda baxtim siz dedi. Dadajon, sizni yaxshi ko'ramiz. Siz dunyodagi eng mehribon dada siz degan barcha farzandlaringiz bo'ladi. Taqasiylarni qaslab qo'yinglar. Ayni daqiqalarda bir arzimas sovg'a farzandlaringiz tayyorlaganlar. Keling ushbu sovg'ani ming marotaba biz gapirganimizcha o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rasiz. Agar mumkin bo'lsa, bitta guldiroz qarsiylarni qaslatib qo'yasizlar. Marhamat. Nima bor deb o'ylaysiz sovg'ani ichida? Alisher aka, o'zingiz sog' bo'lsin. Mana shu xursandman, siz juda jiddiy turibsiz. Ilohim hayotiy surprizlarga boy bo'lsin. Alloh sizni ikki dunyoning saodati bilan siylasin. Keling, bitta qarsiylar chiroyli qarsillasin. Shu sovg'ani o'zingiz qo'lingiz bilan olib ko'rasiz. Olingiz sog' bo'lsin.
bugungi shukuhli ayyomlar muborak bo'lsin. Onajonimiz yelkasi keng bo'lsin bolamni, so'yganlari qo'y bo'lsin bolamni, ko'rganlari to'y, qilganlari faqat ko'rganlari yaxshi kun bo'lsin bolamni deb go'zal niyatlarni iladilar. Hoji onajon umri joninglar ziyoda bo'lsin. Bugungi shukuhli ayyomlar muborak bo'lsin. Borligingiz qalbimning huzurlari, duoyingiz ko'zlarimning nurlari, borligingiz qalbimning huzurlari, parvonasiz kecha kunduz qoshimda, shundan tinmas dilimning shukurlari, parvonasiz kecha kunduz qoshimda, shundan tinmas dilimning shukurlari. Onajon, onajon, jonim madorim, onajon, baxtim tumorim, onajon, jonim madorim, onajon, sizlar molga to'lib turadigan shomim, mening jonim qiynalmaydi tashvishda. Onajon, jonim madorim, onajon, baxtim tumorim, onajon, jonim madorim, onajon, baxtim tumorim. Katta rahmat, umr joninglar ziyoda bo'lsin. Bugungi shukuhli ayyomlar muborak bo'lsin. Qalbinglar har doim quvonchlarga, xursandchiliklarga lim-lim to'lsin. Keling endi biringiz davlatim, biringiz jannatim. Tugamas siz uchun aytinglar rahmatim deya farzandlar ehtiromini qabul aylaysiz. Gulixon kennoyimiz bilan birgalikda davronga taklif qilib qolamiz. Biringiz davlatim, biringiz jannatim, siz uchun aytilar rahmatim, uchun haramda, quvonchga to'lingda, 80-90da yasharib yuringda. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkimiz yagona mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Bu kunlarga hech nima yetmaydi. Borimni berayman, o'qib erkalayman, siz uchun bugun shu qadar kuylayman. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkimiz yagona mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Rahmat, salomat bo'linglar, umri joninglar ziyoda bo'lsin. Kelinki, Alisher aka, bugungi Shukrona kuni bilan siz uchun dildan muborakbod etar ekanmiz. Hoji onajon, qani siz karomat hoji ona? Keling Alisher akam yonlarda. Ikkitamiz haqqa borasiz. Mana shunda o'tirasizda. Sizga tushib qoldi. Hoji onajon, bugungi bayram muborak bo'lsin. Keling, onaning duosi har nega qodir bo'lar ekan. Alisher akam yoningizdan o'tib o'tsalarda, bitta Alisher akamni bag'ringizga bosib duolar qilib qo'ying. Marhamat. Martabasi ulug' inson bo'lsin, yer yurtiga xizmat qilganiga bu bundan ham ziyoda bo'lsin. Uzoq umr ko'p bolalari bundan ham ziyoda bo'lsin.
rahmat. Rahmat onajonim, umringiz uzun bo'lsin. Alisher aka, bugun bilasizmi, to'g'risini aytadigan bo'lsam, hayotda inson hamma narsaga to'yib yashashi mumkin. Kimdir mol dunyoga, kimdir shon shuhratga, kimdir mansab obro'ga. Alloh o'zi kechirsin, mehrdan. Alloh o'zi kechirsin, yashashdan to'yib ketadiganlar bor ekan. Inson faqat mehrga to'ymay yashar ekan. Inshaalloh siz jigarlar o'rtasidagi mehr, muhabbat bir umrga mustahkam bo'lsin. Aka, xursand bo'ldingizmi? Surpriz yoqdimi? Hech yoqqanga o'xshamadi menimcha. Chunki sizga chiroyli bir avtomobil sovg'a qildilar, hattoki bir avtomobilga ham o'tirib ko'rmadingiz. Xohlasa hozir o'tirasiz, lekin sizni mehrli nigohlar bilan tomosha qilib turgan, musofirda, olisda bo'lsa-da meni duo qilib turgan onajonim, hoji onam bor, hoji dadam bor, borlarga shukur. Shunday insonlarning farzandiman, faxrlanaman. Akajonimni bugun shukuhli onlari. Birga o'ynab, kulib katta bo'lganmiz. Bir ko'rpada unib o'sganmiz. Bir qorindan talashib tushganmiz. Bitta nonni kerak bo'lsa bo'lib yeganmiz. Hech kimga xafa qilmay, bugun mehribonim mana shu kunga suyasam tog' bo'ldilar. Tirgak bo'ldilar yurgan yo'limga, o'rnak bo'ldilar har bir ishimga. Barcha chiqarlaringiz aka, uka, singil, opalaringiz hammasi hozir qarab turibdilar. Keling, surpriz yoqqan bo'lsa, ularga qalbingizdagi bo'lsa, aniqliklarni bildirishingiz mumkin. Marhamat, mumkin bo'lsa bitta guldiraz qarsiylarni qarsilab qo'yinglar. Birinchi o'rinda Allohga ming marta tashakkur qilaman. Meni bugungi shunchalik darajaga yetishimga dadam, ayam, ajonim, farzandlarim, akam, ukam, singlim tashakkur. Allohga yana bir marta ming marta tashakkur qilaman. Alloh berganini Alloh hamisha beradi. Inshaalloh. Farzandlarni hammasi o'qitdilarim, hammasi o'qitdi. Hammasini qilgan ishlarni qilsaman. Xush kelibsizlar, do'stlar, oilalar. Katta rahmat, umrjoningiz ziyoda bo'lsin. Bu qo'shamiz ahlida ozgina qarsiydi, narxi qimmat ekan-a. Umrjoningiz ziyoda bo'lsin. Umringlar uzoq bo'lsin. Endi Alisher aka, agar sog'liq yoqqan bo'lsa, hoji onamni qo'llaridan tutib olib, Xudo xolasa birgalikda hajga boramiz. Tezlash cho'kib Baytullohga duoyingizni olib, roziligingizni olishlik oliy baxt bilan Alloh siylasin deb shu avtomobilga bitta o'tirib ko'ring. Sizga yarashadimi, yo'qmi? Hammamiz guvoh bo'lamiz. Qani hoji dada, birgalikda borasizlar. Rahmat. Hozir bittagina trekerga minib ko'rsalar, qani marhamat deb jo'natib qo'yamiz, yo'llab qo'yamiz. Hoji ona, qani birgalikda qo'llardan tutib oling hoji onamni. Hoji ona keling. Mening. Bolajonlarning hammasiga rahmat. Nevaralarning hammasiga rahmat. Shunda shu mashinalarni men bolajonimga sovg'a qilgan bo'lsam, ularning bolalari shunday sovg'a qilsin. Umrlari uzoq, rizqlari bitta bo'lsin. Alisher jonimda ishiga, kasblariga, umrlariga Alloh baraka bersin. Allohga sevgan qulub bersin. Bolajonlaring hammasi salomat bo'lsin. Kelgan mehmonlaring hammasi sog' bo'lsin. Sizlarga rahmat. Bu to'y mashinalarda, to'ylarda xizmat qilsin. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Har doim yaxshi yerlarda yursin. Allohga sevgan qulub bersin bolajonim. Nevara, chevarachalarim ham hammasi katta bo'lsin. 5 ta bo'layotgan bolachalarim
xursand bo'lsin, rizqi ulug', martabasi ulug', undan-da ziyoda bolalar bo'lsin. Allohu akbar. Tashlab beraman aka, sizlar menga tashlab berasiz. Dadajonlarga bugun sodiq qolib, otamni borligini o'zi biz uchun Xudodan tortiqdi. Behisob shukronalar aytib turibdilar. Alisher aka, xursand bo'lgan bo'lsangiz, sovg'alar yoqqan bo'lsa, aqlida bo'lishiga qaramay, sizni izlatgan ham, yo'qlatgan jigarlaringizdan Alloh o'zi rizolar bo'lsin. Qayerda bo'lsalar ham, siz jigarlar o'rtasidagi muhabbat, mehr oqibat bir-biriga umr boqiy bo'lsin. Bugun sizga ilinganimiz ushbu tabriklar dildagi eng iliq nomalar edi. Shuningdek, muhtaram aziz mehmon qahramoni Alisher akamizga yaratgan Robbimdan uzoq umrni tilab qoldik. Shuningdek, azizlarim, siz bilan birgalikda bugun bu mening onam ko'rsatuv ijodkorlari bo'ldi. Olingan tasvirlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali Telegram, Instagram, YouTube kanallarida Nilufar Vlogs, bu mening onam, yo bo'lmasa davlatim otam deb qidirasiz. Olingan tasvirlardan bahramand bo'lasiz. Yana bir bor bugungi qo'shaloq to'ylar muborak bo'lsin.